Ey! Yana keldi bahor ko'rkam chamanda, ochib gulg'unchalar etmoqda xanda. Assalomu alaykum aziz shifokorlar. Shifoxonamiz bog'ida bahor keldi. Azizlarim, sog'intirib kelgan Ramazon oyi, Navro'zi olam bayrami, kelinki qo'sha bayramlar muborak bo'lsin. Mana ishchilarimiz katta bog' qurmoqdalar va hashar ishlari bilan shug'ullanmoqdalar. Kelinglar, bizlardan chiroyli bir bog'u eran qolsin. Bemorlar soyasida o'tirib bizni do'y jonimizni qilsin. Mevalarini tatib tilovat qilsinlar. Kabutarlar shoxlariga uya qurib panoh topsinlar. Bulbullar chiroyli gullarimizga qo'nib qo'shiq aytib fig'on qilsin. Boshqa maskan bog'bonlari kelib bizdan savob olsin. Buning uchun faqatgina birdamlik kerak xolos. Shikasta qalblar bitsin, sizga faqat savobi tegsin. Ko'ksim baland, dargohim obod, ruhim bo'lsin sizdan faqat shod. Vujudingizdaman, eslab meni yod, bo'yimga kunlar ekib qildingiz shod. Men kim edim, sinomen, qalbi daryo